Ahqaf suresi Mekkede nazil bo'lgan. Jami 35 oyat. Nihoyatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Amin. Bu Qur'on g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchi Alloh tarafidan nazil qilingandir. Osmonlarni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni haq asosda muayyan muddatgacha, ya'ni qiyomatgacha qoladigan qilib yaratdik. Kafirlar agahlandırılgan narsalardan yüz örgüçüdür. Ey Muhammed, müşriklarga aytqin ki, sizler Allah'ını koyup çoqunuvatkan butlarınlarının ahvalini aytib beringlar. Ular ziminning qaysi qismini yaratganligini bana ko'rsatinglar. Yoki osmonlarni yaratishda ularning Alloh bilan o'rtoqchiligi bormi? Bu Qur'ondan ilgiri sizlarga nozil qilingan kitob yoki ilgirkilardan qolgan ilm bo'lsa, menga ilib kelinglar. Agar sizlar rostchil bo'lsanglar. Allah'ını qo'yib qiyomatgacha duoni ijobat qilishga qodir bo'lolmaydigan, butlarga cho'qindigan odamdanmi gumroh odam bormi? Butlar ularning duosidan g'ofildir. Qiyomat kuni insonlar hisob berish uchun to'plangan chog'da butlar ularga, ya'ni butparastlarga dushman bo'ladi. Ular tarafidan ibodat qilinganligini inkor qiladi. Ularga bizning ro'shan oyatlarimiz tilovat qilinsa, kofirlar o'zlariga kelgan haqiqatni, ya'ni Qur'onni baholab, bu ro'shan sehrdir deydi. Yoki ular Qur'onni ya'ni Muhammad alayhissalom o'zi to'qigan deyishamdi. Aytqinki, agar uni men to'qigan bo'lsam, sizlar mendan Allohning azobidan hech narsani dafi qila olmaysizlar. Sizlarning Qur'on to'g'risidagi tuhmatlaringlarni Alloh obdan biladi. Alloh men bilan sizlarning oranglarda guvoh bo'lishga yetarlikdir. Ya'ni mening rostchiligimga va sizlarning yolg'onchiliginglarga guvoh bo'ladi. Allah tövbe qilg'uvchini mag'firat qilg'uchidir. Mo'min bandalariga nihoyatda mehribondir. Aytqinki, men Allah insonlarni tavhidga da'vat qilish uchun avatgan tunji payg'ambar emasman. Mendan ilgirki nurg'un payg'ambarlar ilib kelgan vahiy bilan keldim. Nemishqa meni inkor qilasizlar? Bana va sizlarga nima qilindiganligini uqmayman. Chunki Allohning taqdirini oldin uqqili bo'lmaydi. Men faqat bana vahiy qilingan narsaga agishman. Men faqat sizlarni Allohning azobidan ochiq ogohlantiruvchiman. Ey Muhammad, mushriklarga aytqinki, sizlar aytib beqinglarchi. Qur'on Alloh tarafidan nozil bo'lgan tursa, sizlar uningga ishonmasanglar, holinglar qandoq bo'ladi? İsrail avlodidan bir guvochi, ya'ni Abdullah ibn Salam Qur'onning Alloh tarafidan nozil bo'lganligiga guvohlik berib iymon keltirsa, sizlar takabburlik qilib iymondan bosh tortsanglar, holinglar qandoq bo'ladi? Shubhisizki, Alloh zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Kofirlar mo'minlarga agar Qur'on bilan islom dini yaxshi bo'ldigan bo'lsa edi, ular, ya'ni ojiz musulmonlar uningga bizdan burun ishonmagan bo'ladi, dedi. Ular Qur'on bilan hidoyat topmaganliklari uchun bu qadimqi o'ydirmidir, deydi. Qur'ondan ilgari Musoning kitobi, ya'ni Tavrat ahli jahonga peshvo va rahmat edi. Bu arab tilidagi kitobdir. İlgirki kitaplarını tasdiq qilg'uchidir. Allah uni zolimlarni ogohlantirish uchun, yaxshi ish qilg'uchi mo'minlarga jannat bilan xush xabar berish uchun nozil qildi. Parvardigorimiz Allohdir degan. Ondan to'g'ri yo'lda bo'lganlarga shubhisizki kelgusidan g'am qilish, ketganga qayg'urish yo'qdir. Ana shular ahli jannatdir. Ular jannatda mangu qoladi. Bu ularning qilgan yaxshi amallarni mukofotlash uchundir. Biz insonni ota-onasiga yaxshilik qilishga buyurdik. İnsonni onasi mushaqqat bilan qo'rsoq ko'tarib, mushaqqat bilan tug'di. Uningga qo'rsoq ko'tarish muddati va uni sutdan ayirish muddati 30 oydir.
Taki u buvaq ösüp, kuch-quvvatga to'lib 40 yoshga yetganda, u Parvardigorim, sening menga va ota-onamga bergan ne'matingga shukr qilishni va sen rozi bo'ladigan yaxshi ishni qilishimni menga ilhom qilgin. Men uchun mening avlodimni tuzgin. Ya'ni mening avlodimni yaxshi odamlar qilgin. Men haqiqatan sana jimi gunohlardan tavba qildim. Men haqiqatan musulmonlardandurman deydi. Ani shundoq kishilarning yaxshi ishlarini qabul qilib, yomon ishlarini kechirim qilamiz. Ular Alloh yomon ishlarini kechirganlar bilan jannatda bo'ladi. Bu ularga qilingan rost va'dadir. Ba'zi odam, ya'ni ota-onasi iymonga da'vat qilgan fojir bola, voy, sizlar meni qayta tirilishdan qo'rqityapsizlar. Mendan ilgari nurg'un ummatlar o'tdi. Ulardan hech odam tirildirilgani yo'q deydi. O ikkisi Allohga faryod qilib, voy sana, iymon etqin, Allohning va'dasi haqiqatan haqdir deydi. U bu faqat avvalqilardan qolgan afsonalardir deydi. Ana shundoq kishilarga Allohning azob qilish so'zi haqliq bo'ldi. Ular bo'lsa, ulardan ilgari o'tgan insonlardan va jinlardan bo'lgan ummatlar qatoriga kirgizildi. Ular haqiqatan ziyon tortquchi bo'ldi. Mo'minlarning va kofirlarning hammasining qilgan amallariga yarasha darajalari bo'ladi. Ularning amallarining savobi va jazosi kam ziyoda qilinmay to'liq beriladi. Ularga zulm qilinmaydi. Kafirlar dozaqqa to'g'rilanadigan kunda ularga ayıplash yuzasidan aytiladi. Sizlar lazzatlaringlarni hayotiy dunyoda bahramand bo'lib tugatdinglar. Sizlar zaminda haqsiz ravishda cho'ngchilik qilib, iymondan bosh tortganliginglar va Allohning itoatidan chiqqanliginglar tufaylidan bugun xor qilg'uchi azob bilan jazolansizlar. Ey Muhammad, otning qayrindishi, ya'ni Hud alayhissalomning o'z qavm bilan bo'lgan qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Ahqaf degan yerdagi qavmini Allohning azobidan ogohlantirdi. Uningdan, ya'ni Huddan ilgari va uningdan keyin nurg'un payg'ambarlar o'tdi. U, ya'ni Hud qavmini ogohlantirib aytdi: Sizlar faqat Allohga ibodat qilinglar. Men haqiqatan sizlarning Allohdan g'ayriga ibodat qilsanglar, buyuk kunning azobiga qilishinglardan qo'rqaman. Ular: Ey Hud, sen bizni ilohlarimizdan to'sqili keldingmi? Agar sen so'zingda rostchilardan bo'lsang, bizni qo'rqitgan azobni keltirgin, dedi. U sizlarga azobning qachon kelishini faqat Alloh biladi. Men sizlarga avatilgan narsani tabliq qilaman, va lekin men sizlarni nodon qavm ko'rman, dedi. Ular o'zlarining va'dasiga surilayotgan bulutni ko'rib, mana bu bizga yomg'ir yog'dirg'uchi bulutdir, deyishdi. Hud aytdi: Undaq emas. U sizlar baldurroq ishga eshishni talab qilgan narsadir. Bu bir bo'ron bo'lib, uning ichida qattiq azob bor. U Parvardigorning bir amri bilan hamma narsani halok qiladi. Ya'ni bo'ron kelib ularni halok qildi. Shuning bilan ularning joylarining, ya'ni turgan makonlarining izidan boshqa narsa ko'rinmaydigan bo'lib qoldi. Gunohkor qavmni mushundoq jazolaymiz. Biz ularni, ya'ni Ad qavmini pul, mol, kuch-quvvat jihatda sizlarni qodir qilmagan narsalarga qodir qildik. Ularning shu ne'matlarga shukr qilib, bu orqali ne'matlarni berguchi Allohni tunishi uchun ularga quloq, ko'z, qalblarni berdik. Ular Allohning oyatlarini inkor qilganliklari uchun ularning quloqlari, ko'zlari, dillari ulardan Allohning azobidan hech narsani dafi qilmadi. Ular masxir qilgan azob ularga nozil bo'ldi. Ey Makka aholisi, biz haqiqatan sizlarning atrofinglardagi shaharlarni halok qildik. Ularni kufridan yansun deb oyatlarni takror bayon qildik. Ularga azob kelganda, ularning Xudoga yaqin qiladi deb Allohdan boshqa tutgan ma'budlari ularga nemishqa yordam qilmadi. Balki ularning ma'budlari g'oyib bo'ldi. Bu, ya'ni butlar bizni Xudoga yaqin qiladi degan so'zi ularning o'ydirmasidir va Allohga chaplagan bo'ktonlaridir.
Ey Muhammed, o'z vaqtida bir turkum jinlarni sana Qur'on tingshashga avatdiq. Ular Qur'on tilovatiga hozir bo'lganda bir-biriga jim turinglar deyishdi. Qur'on tilovat qilinib bo'lgandan keyin ular o'z qavmiga ogohlantiruvchi bo'lib qaytishdi. Ular aytdi: "Ey qavmimiz, haqiqatan biz Musadan keyin nozil bo'lgan, unidan ilgirki kitoblarga uyg'un keladigan, haq dinga va to'g'ri yo'lga boshlaydigan kitobni, ya'ni Qur'onni tingshidik. Ey qavmimiz, Allohga da'vat qilguvchi, ya'ni Muhammad alayhissalomning da'vatini qabul qilinglar va Allohga iymon etinglar. Allah ba'zi gunohlarni mag'firat qiladi. Sizlarni qattiq azobdan saqlaydi. Kimki Allohga iymon etishga da'vat qilguvchining, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmasa, azobdan qochib qutula olmaydi. Allohdan boshqa uni Allohning azobidan saqlaguvchi yordamchilar bo'lmaydi. Ular, ya'ni Rasulullohning da'vatini qabul qilmaguvchilar o'puchuq gumrohlikdadir. Ular, ya'ni o'lgandan keyin tirilishni inkor qilguvchi kuffarlar bilmamdiki, osmonlarni va zaminni yaratgan va ularni yaratishda charchab qolmagan Allah o'liklarni tirildirishga qodir emasmi? Durust, u haqiqatan har narsaga qodirdir. Kafirlar dozaqqa to'g'rilanadigan kunda ularga bu, ya'ni sizlar tetiyotgan azob rost emasmi deyiladi. Ular Parvardigorimiz bilan qasamki, albatta rostdir deydi. Allah ularga kafir bo'lganliginglar tufaylidan azobni tetinglar deydi. Ey Muhammad, sen mushriklarning salgan jafosiga irodalik payg'ambarlar sabr qilgandek sabr qilgin. Ularga bo'ladigan azobga aldirab ketmagin. Ular oxiratda va'da qilingan azobni ko'rganda, ular dunyoda go'yo kunduzda birdamli turgandek his qiladi. Bu Qur'on sizlarga tabliğdir. Faqat pasiq qavmlar halok qilinadi.